kasb kasalligi tufayli xullas hamma narsaga ilmiy yondashishga harakat qilaman. Xullas bu galgi gap nima haqida? Ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'zidan ham katta bo'lgan sumkalarda ko'tarib yurish haqida. Ya'ni u bola hali o'sishi kerak, rivojlanishi kerak, umurtqa pog'onasining shakllanishi uchun kerakli bo'lgan vitaminlar hali unda u darajada yetarli bo'lmagan paytda u o'zidan katta bo'lgan va og'irligi deyarli o'zini og'irligi bilan teng bo'lgan sumkani yelkasiga ortib ko'tarib yuradi. Unda umurtqa pog'onasida qiyshiqliklar yuzaga kelishi mumkin, suyak sistemasining to'liq rivojlanmasligi, yassioyoqlik yoki bo'y o'smaslik holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Va bu bosim bilan bolalarimiz har doim maktabga borib kelishadi, har kuni. To'g'ri, menga mana bunaqa sumka ko'tarish oson, lekin ularda doimiy bo'lishi bu juda ham qiyin. Ya'ni ular uchun katta bosim, o'sishi va boshqa narsalar uchun. Iloji boricha buni yengilroq, ixchamroq yoki boshqa bir qasdir yaxshiroq yo'lini o'ylab ko'rish kerak menimcha.